Aydın, Kıvayet, Mali Komiteti'nin Төрағасы, Батыр Келесі. Assalamualaikum. Yana kelgan mehmonlar. Mana bugun bizda Qirg'izistonda 5 yilda bayram bo'lib o'tadi. Bu bayramga kelganingizga xush ko'rdik. Bizda oktabr oyida oktabr savqoti bo'lib degandan beri oktabr savqoti bo'lib kelgan. Oktabr savqotida Eko'li bo'lgan ekan. Eko qashqa qiziloq degan. Hozir u vaqtda erining o'zi ko'maydi. Qiziloq bilan eko qashqa 6 oy aylandi. 6 oy bo'ldi. Keyin boshqa eko qashqa qiziloq nabaqan ayir bo'lganidan kelmajoqda jarajon ayir bo'lgan degan. Shunda 6 oy bo'ldi. Erimiz hozir o'sdi. Yoshlarimiz o'sdi. Haqiqatan bundan buyoqqa mana bekatlarimiz jablan bekatlar sonida oktabr oyida borgan sayin guldab o'sib, eri ko'mayib kecharatadi. Endi bundan buyoqqa yana ko'mayishini xohlaymiz. Endi hurmatli mehmonlar, mana oktabr oyida Abdulqodir tarixini bilgan otaxonlar ko'pchiligi o'tib ketdi. Biz azmat bo'lsa bilamiz. Shunday deb atalganning sababi Qizlar oyida ilgari odam bir 50 qo'jalik odam bo'lgan. 50 qo'jalik odam bo'lgan. Bu yoqda bir 25 qo'jalik odam bo'lgan. Bordi bo'lib hozir 400 qo'jalikdan oshdi. 3 million yaqin el hozir yashaydi bizda. O'shaning uchun sizlar bir yoqda mana oyida kamisi so'ram aytib ketdi. Biz o'zimiz elimiz bilan yaxshi hech bo'lib, doim maslahatgo'y bo'lib, intimoq bo'lib yashab ishlab kelishimiz kerak haqiqatan. Mana oyinlarda tartib to'g'rasidan, boshqa to'g'rasidan mana to'ylar bo'lib o'tadi. Bizda boshqa narsalar bo'lsa, shunday bola chaqalarni tartibga solib biz otaxonlar shularni sal maslahat qilib, yo'q narsalarni aytib o'tishimiz kerak. Ularni tartibga solishimiz kerak albatta. Mana ishlardan davlat o'zini ishlari zamonaviy hozir mana aytib xalqalari o'tmoqlarni mana yechirib oldi. Endi bundan buyoqqa har kim o'zi harakat qilib, o'zi ishlab, o'zi nima qilish kerak. Haqiqatan endi bundan buyoqqa mana bozorimiz bozordan o'tib o'tadi. O'shaning uchun biz harakat qilib ishlarimizdan yaxshi olib borishimiz kerak. Endi mana sizlarga kelgan bayramga qopqon qog'ozlar bo'yicha shularni bir so'zimda ishlamay chiqaramiz. Rahmat kelganlar uchun shu bayramni yaxshi o'tkazaylik. Shu bilan Oromondagi nimaga yaxshi tayyorlanib boraylik. Rahmat. Navbatlar ayolimiz Mali Komiteti'nin Төрағасы Ayol Xamis Qo'mondonlasi. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar va mezbonlar, avvalambor xushlar. Hamda chetda o'tirgan otaxon va onalar. Bugungi muko'rib konkursimizga mas'ullarimiz qatnashib shu qatorda bugun Navbahor mahallasidan kelgan. Bugun Navbahor mahallasi 1985-yil tashkil qilingan. Yangi tushgan mahalla, o'zingizlar bilasizlar, hamma biladi. Bayram bo'lsa. Shunda 64 xo'jalik istiqomat qiladi. Aholisi 350 ming. Shunda masalalarga ko'pchiliklar o'zimizga o'zimizlar yaqinlar, aql yig'imlarlar bor. Ana shu
Oğuzdan kolum kelbeye kaptır. Ulgayıptır. Omurunu da yetişke salana kelbeye kaptır. Şunun için bir ekoğuz bir eskite ırza vereyim. Agar yaşlar düşünmeye kasak anla düşündür koyur. Armanın kalvayı tapkarda, umarın tarkayt kuşvarda. Arıştı kılgın kıçvarda, taş değneğin tişvarda. Mertli kılgın mallarda, hayır kılıp pulçaskin bir çimince cambarda. Faydası diğer bir vakta, çavaktın cayı bulakta, çavanda zulmey kulakta. Unuttun derdi surakta, çevirdin derdi kurakta. Avliyalardın tileyci, aktın yolunu tapmakta. Dervişlerden tileyci, kan sakatta koyu konup, kanatta koyu konu konup, ahiret yolunu çapmakta. Emeğinin kanı balada, kandaya kısam kutulandı, harızda köyünü sanada. Öyle tıkkılı vaktimdeyim, meclisten kaçın tangavay. Yeri kıvalın bolması, seni yüzünde içmem davay. Kantarıp dedim vaktimdeyim, katlardan kaçın tangavay. Katarga başın kirvesi, halkında içkim angavay yapı. Oy Rahman, demirle oğlum, görürsünüz oğlum, görürsünüz oğlum kızdırıyorum. Çocuk, Sarp'tan, elimizin tanrı vazgeçiyor. Elimizin ıyık Sarp'tan.
Oldu mu? Bayda bayda sıramış, ortam tutturmakla. Partiyi yasaktap çekip oturmakla. Azadlikni yoqlaymiz, salom salom, yor yor
Kelimlik holat bilan anglashib,
Saraylarda kartlardan bu hastalardan yerine jasoslu içiyorsunuz. Gazetler, dişi falan gel. Dişitten oradayız oğlum. Dişitten bu gazetler, yazın. Bu benim nereye? Aktar ayol. Aktar bu. Üniversiteden adım aktar. Döz oturaydı diye sormadı. Ne kadar kuşum İsterkeydin koydun kurudun. Sakın. Sizin koruğunuza kança koy var. Koramaz. 5 koyun var, 5 yere koyun var. Özün, mençik koyun var. Bunu koruda koyuyor çoğu, kırılıp etken. Korudun, suyu çoğan, husume koydu fark. Sezim verdik, hayır. Düşümü. Sakın. Ama koyumuzun kançası kız kançası bu. Zul değil koydu. Erkek, urgaçıdır. Aptal olur annesi. Giden baran kız. Kız ne? Urgaçı dörtmen mi? Giden baran urgaçı, Ulan erkek bak. Onun bagda için tek katını. Asaka bu içeride bölgeliktir. Buda öğrenip size. O Buda'da hangi çıkmadınız? Sevdiğinizde şiresine 3 kap aldım, 3 kap. Sen şu an kaya Buda senta trilince. Lince? Yürek kendik oraya. Aksakal bu da koydurunuz bu kampanyandı. Sizler de hafta sonu barken bizi Bişkek'e vakıttan barganda yaxşı, teknikalar yaxşıdır. Qanday olacak? Kampanyanın sürezine babam, kampanyan sevizge var, kampanyan kızım, nereden meyge barıra, 3 kap buday verezin ne deken? Öde 3 kap buday bozarına var verse beni benceyim. Adamı beni hanım kolum dedi. Aslında canıştım. Kambani sika oka chuka tika komaya ruka. Ruka. Yani hoşeni niye ki udobring no? Asakal bu budağımızın az düşündürgen sevindir. Udobring olmadı ya. Udobring mi? Udobring bazı koylardı maldarın aslan çok kovaya. Tap nedir? Sen ne ya? Bizim. O güvenmeyin. O 5 yıl moda korumadı kuzu kepkenle rışımet o gömün akını alıp kırıyor. Yok da o benim. Aksakan bu aktarında yerinde bana var mı? Cumhurbaşkanı geldi. Banya? Banya bana bak yavrum, banya. Banyanı bilireye bak yavrum. Buna bunları bir çaydaş var o. O zaman buna milleti cevap oldu. Oktober banya, no. Dia jual sapuni tampuni samini kura. Eksekal, yürek metrin gülgün hocama sevgi. Ne? Eksekal, siz ne için nasıl yansıyacaktı? Nastayına sırayısın da nastayına. Uyuda göç çok, may çok. Agırıtı, halçı, pavida, tulay, şakarat, cihadan, içi anıda proletar. Asakal, mani, Koşinla, arigato, hermano, turtur, kurkur, tartar, turtur. Aktarımızdan sözünü koy, ekekine mor kere sahibi, falan bağırdılar, geçersin. Stay
Hadi
a'zolari kelishgan holda berdi. Hamma xolis ko'rdi o'zi, to'g'rimi shu? Mana veto biz mahallada endi haligi joylardan kelib aslida hammasini a'zolar tomonidan ochkolari bir xil. Necha edi? Yo'qdan mahallasi xabar bo'lmaydi. Xulosatdiringlar. Qizaloyoq mahallasiga. Qani Qizaloyoq mahallasida. Ana, kim bor? Kim bor? Kelavacha, kesmi? Kimlar kelavacha? Yo'q, kes. Hozir gap qo'yara turadi. Ha. Nabahor mahallasidan lekin nomerda birinchi Qur'on o'quvchimiz qizchamiz bor ekan. Oy qizga. Lekin nomerlardan yana Shepherd akamiz Abdurahim aka ketib qolibdi. Abdurahim akaga shu nasihat she'r aytganlik uchun. Abdurahim akaning o'g'li bor, dedi o'g'li şu sizler mamnundan adamlar mamnundan özüm mamnundan şu Katakağ'ın ortalarında tabrikler Bölgesel selamatlığı bir de oyunlar işlerinde Katakağ'ın ortalarında başka hizmetler arasında laptop konulaylık bugünkü görünüşler, koşunca görünüşler, şeyler hali farkı var. Birinci, anlık görünüş. Hareketleri yok, oynayman benimce. Bizler uçak verirsen, biz bugün muayene yaparız. Toprak kundayken geldikleri biz barışımız gerek. Bugün geç geçen bu oyun çünkü devam ederdi. Çünkü bize uzun gerekler.
Давай. Uche.
O'zimizni arvonni ustalaqiga. Shu ham buni. Mana shu usta. Baxtiyor, bu tomonga qo'ygansiz. Qanchadan komplekt? 3000. Aylanib chiqamiz. Bu yerda hech umrlarda o'tirmovdilar. Bir o'tirmoqlarsa deydi past. Rahmat kelganlarga. Assalomualaikum. Kamila bilan. Lan tuzak. Qayerda o'rtalar xatna to'yimizni? Anata to'yimiz ana. Молодец. Assalomualaikum. Bayramlar bilan. Rahmat o'tkazildi. Bo'ldi, esda qolar ekan bugun. Молодец. Tarixda qoladida bugun. Mahallangacha chikron qilamiz, tayyorlanib turinglar. Bo'ldi. Hozirlarimiz kech qolib qoldi. Bayramlar bilan. Nima nastroyli o'tiribsizlar? Bugun bayram. Ham bu. Yaxshimisizlar? Bayramlar bilan. Kechmisizlar? Bizim mahalla qanday sizlar? Bu yil yaxshimi turmush? Yerni bo'lib olib, har kim o'zi. Yerni bo'lgandan mana bo'lib ketmay qoladi, qo'shdiqda bunda. Ana orqali bari yana haftalik bir bo'ldi. Yerni bo'lingan hech qachon elni bo'lish kerak emas deb yo'qoladi. Mana el bir bo'lib qoladi, haftalik bir yil yaxshi ishlaydi. Yana el bundan ham yaxshi bo'lasizlar. Qanday yaxshimisizlar? Rahmat kelganingizga. Haftalikda bir o'zgarish yaxshi. To'g'rimi? Hojlarimizdan kelganlar. Молодец kelganingizga. Kompyuterlar bilan yaxshi. Yana elgani ham har kim qondan o'zi to'dirib qoldi, yaxshi bo'ldi. Endi yaxshi bo'ladi. 55 ga kirdim men. Assalomu alaykum. Sizlarmi? Ben bizim mahalla qandaysizlar? Bayramlar bilan. Молодец. Yaxshimisiz? Qirqtiga hammasini nom olavering. Besh to'yni chosidan tog'alari bayramsiz. Besh to'yni chosidilar. Bo'ldi, bo'ldi. Mana qara. Aliga. Suv bergan.
Neden barayım şimdi? Qanday bayramlar bilan? Yaxshimisizlar? Oy oy. Rahmat bo'lib. Rahmat. Ichida rahmat. Qanday tinchmisizlar? Yaxshimi? Yangi raislar qalay? Ayniqsa telefon orqali yaxshi bo'lib ketadi. Boshqa iloji yo'q ekan. Chunki el bir bo'lmasa bo'lmaydi. Hali yerda bo'linib chiqib ketgan, Bundan keyin jüriler ham yuradi. Yoldaş Asadullah Begim verdiler. Assalamu aleyküm aziz otaxonlar, onaxonlar, akalar, ukalar, opa-singillar. Hoş kelibsizlar. Mana bugun Qirg'iziston Cumhuriyatining mustaqillik kuniga 5 yil to'libdi. Ushbu bayram sizlarni bayraminglar bilan chil qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlarga sihat, salomatlik, uzoq umr, oilaviy tinchlik, baxt, saodat tilashga ruxsat etasizlar. Bugun mana bayram sharofati bilan Alla Onorib qishloq hukumati kuni bizga tekkan ekan. Bugun barchangizlar uchun Alla Onorib qishloq hukumati xizmatda sizlar uchun xalqni ichidan olib chiqqan san'atkorlarimiz, kasblar, ustalar bugun bor mahoratlarini namoyish qilib sizlarga xizmat qilish uchun kelgan. Sizlar agar bugungi kunni ko'ngildagidek o'tkazib ketsanglar, sizlar uchun biz xizmat qilishga tayyormiz. Agar biz sizlar uchun ko'ngildagidek xizmat qila olsak, o'zimizni baxtiyor deb hisoblardik. Ishqiliblar yana
davri bor. Rahmat. Hamda hozirgi o'qituvchi so'z Qolis kartonining to'ravasi Yo'ldosh Abdurahmon Umarjonov. Assalomu alaykum, qadrli o'rtoqlar, aziz mehmonlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun qancha kunlardan beri sargazlik ko'rib, orzu havas qilib kutgan bayramimiz kelib turibdi. Mana shu tantana bo'layotgan joylarni bezash, transparentlar bilan, lozigalar bilan, chaqiriqlar bilan, ikkinchisi qo'l hunarmandchilarni mahorat qo'llardan yasalgan buyumlarini, keyingisi mana dehqonlarimiz ter to'kib yetishtirgan mahsulotlarini, keyin bo'lsa shu talantlarni katta programmada tayyorlagan konsert nomerlarini, sport chiquvchilarni hammasini biz 5, 10, 20 baldan sistema bo'yicha baholaymiz. Qalmoq ta'jiba beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. Muhterem cemaat-i muslimin, mana bugungi kun ulug' ayyom. Alloh subhanahu va taolo siz bizlarni jumhuriyatimizga shunday bir rahmat nurini to'kib, 5 yoshga kirganimizni hammalarimiz bir joyga jam bo'lib nishonlab turibmiz. Albatta mana bu o'tirgan kelgan katta otaxonlar va onaxonlarni zimmasidagi vazifa. Okulangan tilavat hakim Kur'an savabından şu Aravan diyarımızda ötken aziz avliyalar jamiki imidvar bulgan mu'min musulmanlar hammasına Allah subhanahu ve ta'ala bu tilavat Kur'an'ımızdan bahraman kılgan bulsun. Allah subhanahu ve ta'ala ötkenlerimizin uzun rahmeti ve alıp kalganlarını selamet kılgan bulsun. Allahümme gfirli ve li valideyye ve li sa'diyye ve li cemilil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat. Rabbena la tuzuk kulubana ba'de sadaytana ve hablana min ledunke rahme inneke entel vahhab bi rahmetke ya erhamar rahim. Rahmet esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hurmatli hamyurtlar, hurmatli tumanimizning barcha fuqarolari, hurmatli shu bugungi Qirg'iziston mamlakatining ko'z qarandu emas bo'lganiga 5 yilga arnalgan shunday bir cho'ng jangga kelgan hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz butun respublikamizda hamma burchaklarda bugun katta bayram, katta tantana. Biz ozodlik nafasdan, ozodlik havosidan nafas ola boshlaganimizga bugun ro'ppa rosa 5 yil to'ldi. O'zimizchasiga ajrab chiqib ketganimiz yo'q, lekin hamma o'sha davrni 91-yilgi holatiga qaytadigan bo'lsak, biz shunday kunni qabul qilishga o'zimizni o'sha mahaldagi parlament, butun respublikalar, avvalo Slaviyan respublikalari chiqib ketgandan keyin, Soyuz tarqab ketgandan keyin shu mustaqillikni e'lon qilganmiz. Albatta, Rohot Abduxalilovalar birinchi shu Qirg'izistonga nom qo'yish bo'yicha ular o'zini guvohligini bergan. O'shuning uchun biz bugungi kunda shu 5 yil ichida bilasizlar, shu juda ko'p narsalarni yechib olib, eng avvalo butun mamlakatlar Qirg'izistonni tanidi. Bugun 128 ta mamlakat Qirg'iziston bilan aloqalar o'rnatdi. Bu katta yutuq. Endi o'sha boshqa aytaylik, bizga rahbar bo'lmagandan keyin o'z ichimizdan chiqib, o'zimizni o'zimiz boshqarishga o'tish kabi katta oldimizda vazifalar turardi. Bola 5 yoshga kirganda endi haqiqiy odam taniydigan, haqiqiy insonlar unga bunday ko'z bilan qaraydigan kimligi ajraladi. Haqiqiy yigit yoki qiz bo'lib o'sha 5 yoshdan ko'rinadi. Biz bugun ana shunday davrga yetdik xolos. Ana o'qitishlar bo'yicha biz eng oldida bormoqdamiz.
Ana shunday bugun rahbarlarga shu yerda o'tirgan xalq nomidan, o'z shaxsan nomidan rahmat aytib qo'yamiz. Chunki elni boshqarayotgan shular, xalqni boshqarib, butun siyosiy, iqtisodiy ishlarni boshqarayotgan shular. Biz elimizga katta rahmat aytamiz. Shu rahbarlarni qo'llab, aytgan gapini qilib, reformaning orqasidan borib, bugun har tomonlama, bugun bizni eng katta o'qituvchilar, meditsina xodimlari, madaniyat xodimlari, umuman byudjet xodimlari o'zlari biladi, juda ko'p tomondan biz bugun faxrlansak bo'ladi. Oldimizda katta ishlar ko'p o'rtoqlar. Biz oldimizda yoshlarni shu bozor ekonomikasiga tarbiyalash masalasi turibdi. Biz hamma oqsoqollardan, yoshlarimizdan, ota-onalarimizdan shuni so'ranamiz, kelajakka yangicha avlodni tarbiya qilishimiz kerak. Mana shu bugungi o'tkazilayotgan tadbirlarni asl maqsadi ham o'sha Aravon ulug' yer, Aravonda Duldulota, Chiliston kabi juda katta buyuk Ipak yo'lda joylashganligimiz Aravonni boshqa yerdan ancha o'zgartirib turadi. Eng guvohi bo'ldilar, elimizda mana shu oqibatda juda katta ko'tarilish paydo bo'ldi. Bu narsani eshitmagan, qatnashmagan, ulushini qo'shmagan meni o'yimcha bironta ham oila qolmadi. Mana bugun o'sha yer bo'lib, ayrim kooperativ bo'lib, dehqon chorva bo'lib, fermer bo'lib bo'linganimizdan keyin mana shu bir tadbir orqali elimizni biriktirib olganimiz biz uchun katta yutuq. Hammasini to'liq bilsin, kelajak bizniki, kelajak uchun ishonamiz. Hammalarga yana bir bor rahmat katta.